Kecha bitta followerim uy ishlarini qilavermasdan darslaringizni qo'ying deganda anglab qoldimki, Grow Challenge'da nimalar qilayotganimni aniq ko'rsatadigan videolar olmabman. Men o'tirib dars qilaverganim zerikarli video bo'lib qoladi deb o'ylabman. Ertalabdan jismoniy mashqlarimni tugatib, yuz parvarishiga o'tdim. Har kungi majburiy vazifalarim orasida yuzimga qarash ham bor. Keyin har kuni IELTSga doir nimadir bajaraman. Ya'ni birinchi kun listening, keyin reading, keyin writing. Hammasini birdaniga bajarishga vaqtim yo'q. Shunga bo'lib tashlaganman. O'zim IELTSga o'quvchi tayyorlaganim uchun IELTS skillalarim tushib ketmasdan oshib borishi zarur. Bu yerda ham IELTS topshirib ko'raman, lekin imtihon narxi Toshkentnikidan $100 qimmatroq ekan. Yakshanba kunlariga test topmadim. Boshqa kunlari qizimga qaraydigan odam yo'q. Bolam ertaroq uyg'onguncha ulgurgunimcha vazifalarimni qilaman. Qolganini kun davomida bajariladi. Har kuni sekundomer qo'yib, o'zimga yuklagan vazifalarimga aniq qancha vaqt ketishini hisoblayman. Boshqa ishlarga chalg'igan paytim taymerni pauzaga qo'yaman. Bugun kameraga hayajonlandim shekilli IELTS reading qilib, jadvalimda italyan tilini bajarildi deb belgilab qo'yibman. Mayli, italyan tilidan keyin bugun IELTSni belgilaymiz. Growning 3-haftasiga ham keldik. 21-kun kuzatganingiz uchun katta rahmat.